Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 22-fevral. Adlerskiy va Andijon Qoratovuq jo'jalari arzonroq varianti. Kichkinaroq bo'lsa ham o'zimiz katta qilib olamiz, tajribamiz bor degan aka-uka do'stlarimiz uchun. Mana baholasa bir hafta mumkin bo'ldi. Vaksinalar olindi. Sog'lom, mashalloh, mana vitaminlarni beryapmiz. Suv ichyapti. Don yeyapti. Do'stlar, mana videoyapti, ishlayapti. Mana bu yerda derazani tepasi ochiq, pastni ochmaymiz chunki shamollar qolishi mumkin. Sal kattaroq pastni ham ochib qo'yamiz. Ularda ancha nozik bo'ladi. Andijon Qoratovuq va Adlerskiyning arzonroq varianti, o'zimiz katta qilib olamiz deganlar uchun do'stlar. Mana cheklanmagan miqdorda bor, baholasa. Mana donlarni yeyishyapti. Do'stlar, shu ultra qizil lampochka juda muhim. D vitaminini beradi deydi. Mana tagida o'tiribdi. O'zi oladi, nimalardir oladi va yana ketadi. Mana shunaqa lampochka qo'yish kerak. Ham isitadi, ham D vitaminini beradi, viruslar o'ldiradi deydi. Shunaqa narsa. Mana bu yerda vitaminlar bor. Donlarni yeyishyapti. Mana bu yerda juda ko'p. Demakki, nimadir borki, o'ziga kerakli vitaminlarni oladi. Shuning uchun do'stlar, shunaqa jo'ja boqadiganlar shunaqa lampochka qo'yib qo'ysa, tezroq katta bo'ladi, kasal bo'lmay. Tak, do'stlar, jo'jalarimiz narxi Adlerskiylar 20 ming so'm, Andijon Qoratovuq jo'jalari 10 ming so'm. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz mavjud. Kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Manzilimiz Samarqand viloyat, Payariq tuman. Juda ham sog'lom, mashalloh. Juda ham sog'lom. O'limdan chiqdi. Mana bugungi hisobidan umuman o'lim yo'q. Bugungi hisobidan uzoqgacha chiqib turadi. 2-3 kun ichida ko'p chiqadi. Keyin 5 ta, 10 ta chiqib, umuman chiqmay qo'yadi. O'lim chiqqan sababi yaxshi rivojlanmay qolgan bo'ladi, bosib qo'yadi, boshqa bo'ladi. Mana bu yerda qizil lampochka bor. Shuning uchun do'stlar, kimga mana arzonroq variant kerak bo'lsa, Adlerskiy va Andijon Qoratovuq jo'jalarini bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'ling.